Biz bitta taomni turli hajmlarda sotamiz. Masalan, kapuchino. Shu bilan birga nomenklaturada alohida taomlar yaratishni xohlamaymiz. Bitta taom darajasida sozlangan o'lchamalar shkalasi nomenklatura ma'lumotnomasini qisqartiradi va kassada xodimlar ishini tezlashtiradi. Taomlar o'lchamlar shkalasini qo'shish uchun taomlar bo'limini ochamiz va kerakli kartochkaga kiramiz. Mos o'lchamlar yorlig'iga o'tamiz va o'lchamalar shkalasi maydonida ochiluvchi, ro'yxatdan oldindan sozlangan shkalalarni tanlashimiz mumkin. Masalan, qahva ichimliklari uchun. Agar yangi o'lchamlar shkalasini yaratmoqchi bo'lsak, avval unga nom beramiz. Masalan, kapuchino. So'ngra o'lchamlar nomlarini yaratamiz. Agar o'lcham nomlarini aniq hajm bilan emas, balki kichik, standart, katta kabi nomlasak, unda aniq hajmlarni oshxona uchun nom maydonida ko'rsatish mumkin. Bu holda barista yoki oshpaz uchun chiqadigan servis chekida har bir taom o'z o'lchami bilan aniq hajmda chop etiladi. OK tugmasini bosamiz va saqlaymiz. Endi front qismida kassada kapuchinoning tanlaganimizda qahva o'lchamini tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Agar 250 ml hajmdagi kapuchino bir necha barobar ko'proq sotilsa, biz ushbu o'lchamni standart default qilib sozlashimiz kerak. Shunda kapuchino tanlaganda bu o'lcham avtomatik tarzda buyurtmaga qo'shiladi. O'lchamlar shkalasi sozlamalarida standart o'lchamni belgilash mumkin. Agar sizda 350 ml stakanlar tugab qolsa va vaqtincha bu hajmda kapuchino sota olmasangiz, taom kartochkasida ushbu o'lchamning mavjudligini o'chirib qo'yish kifoya. Keyinchalik stakanlar qayta kelganda ushbu o'lchamni yana sotuvga qo'shishingiz mumkin. Taomga o'lchamlar shkalasi qo'shilgandan so'ng standart narxga e'tibor bering. Ayko har bir o'lcham uchun narxni taom kartochkasidan yoki oxirgi amal qilayotgan buyruq, prikaz asosida oladi. Har bir o'lcham uchun narxni alohida o'zgartirish uchun narxni o'zgartirish buyrug'ini yaratishimiz kerak. Price list blokini ochamiz. Price listni o'zgartirish buyruqlari bo'limiga kiramiz va yangi buyruq yaratamiz. Avval jadval qismiga narxini o'zgartirmoqchi bo'lgan barcha taom va o'lchamalarni qo'shamiz. Masalan, kapuchino 180 ml. Narxni o'zgartirishdan oldin ushbu o'lchamalarni buyruqqa kiritishimiz shart. Buni price listga qo'shish, checkbox orqali yoki kontekst menyudan barchasini qo'shish orqali bajarish mumkin. Barcha o'lchamalar buyruqqa qo'shilgandan so'ng biz narxlarni o'zgartira olamiz. Masalan, 180 ml 25 ming so'm, 250 ml 30 ming so'm. Narxlar o'zgartirilgach, buyruqni amalga kiritamiz va saqlaymiz. Shu tariqa, kapuchinoning har bir o'lchami bo'yicha narx buyruqqa muvofiq farzda o'rnatiladi.